Va nihoyat 13-qishloqqa ham yetib keldim. Endigi sarguzashtlar 13-qishloqda davom etadi. Qishloqda ancha-muncha ishlar yig'ilib qolgan bo'lsa kerak. Hoynahoy janob mer ishlarni hozir menga aytishni boshlasa kerak. Avval mashinamni parkovka qilib olishim kerak. Juda ham chiroyli haydab keldim, lekin hech qanaqangi jarima ham bo'lmadi, radarga ham tushmadim. Bu juda ham katta omad degani ham bo'lishi mumkin. Obodatchi yonib qoldi, o'chirib qo'yish kerak. Bu shekilli gibi hali ham o'chgan yo'q. O'sh shekilli. Yeba Ba'ri o'chmayapti. Tushunmadim, nima yonib qo'y. Bu tomoni o'chgan. Mayli yonib turaversin. O'zi zaryad tugasa o'chib qolaveradi, mayli. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Jo'q Havaslar yangi videodasizlar. Albatta kanalga obuna bo'linglar va videoni oxirigacha ko'ringlar. Men esa bilasizlar nima qilmoqchiman. 13-qishloqqa keldim. Qanaqa yangiliklar bor ekan bilmoqchiman. Yangilikni uyimdan kirib, uyimda ham baribir ko'rib ketay, o'zgarishlar bor yo'q. Bu normal, hech qanaqa o'zgarish yo'q. Hamma o'zgarish mana shu bashniyani ichida bo'ladi. Albatta mana shu yerdagi jitellar gurung qilib o'tiradi. Assalomu alaykum hammaga. Alaykum assalom. Keldingmi Jo'qa? Keldim. Nima gaplar? Qanaqa yangiliklar bor qishloqda? Qishlog'imizni imperiyaga aylantirmoqchi janob mer. Rostammi? Ha, rostdan. Juda ham yaxshi ish bo'pti-yu. Lekin unchalik yaxshiga o'xshamayapti. Nimaga yaxshiga o'xshamaydi? Zo'r-ku, dahshat edi-ya. Imperiya bo'lsa zo'r emasmi? Bizga-ku zo'r, senga zo'r emas. Nimaga menga zo'r emas ekan? Chunki bu imperiya sen qo'rasan, jinivoy. Rostammi? Ha, rostdan. Obbo, juda ham yomon yangilik ekan. Mayli, hozir yaxshi janob mer diyoniga bormay qo'ya qolay, chunki boradigan bo'lsam keyin o'sha ijtimoiy buyuradi, ya'ni imperiya qurish. Nahotki qishlog'imizni imperiyaga aylantirmoqchi bo'lsa, bu qishloq bo'lsa qanaqasiga imperiya qilish mumkin-a? O'xshamaydi, baribir bo'lmaydi. U yerda mashinam turibdi, takoy bo'ldi. Nima mashinaning nomini ham bilmadim. Sotib oldim, voy ketsa kerak, nima o'zi ham nomiga. Mayli, nichivo, endi boshqa ish ham yo'q-da o'zi qishloqda. Lekin bu ishni qilmasam o'zi kelib nima qilib qaytib ketaman, bu qishloqda o'tirmayman, короче, ketdim. Bor boshqa qishloqda 100-qishloqda imperiya degan narsa yo'q. Bor o'sha yerda o'tiraman, maza qilib, telefon kelyapti. Alo, eshitaman. Jo'qa, keldingmi qishloqqa? Qayerdan bildingiz? Ko'rdim derazadan. Obbo, janob mer, shu bir marta meni ko'rmay qolsangiz bo'lmasmidi? Ko'rdim-da. Короче, tez soliqlarni olib kelib to'lab ket. Ancha vaqt bo'ldi to'lamaganingga. Bo'pti janob mer, hozir aytaman. Mayli, tezlash. Keyin yana bitta gapim bor senga. Gapingizni aytmang, iltimos. Mayli, soliqda borib beraman. Yo'q, gapim deb aytaman. Tezroq olib kel, gapni ko'p qilma. Bo'pti, hozir aytaman. Obbo, janob mer, nahotki meni tutib oldi. Endi borsam o'sha ishni qildiradi menga. Ya'ni nima edi, atrofni o'raydimi, nima qilinadi? Xullas, imperiya qurish kerak deyapti. Imperiya qurish juda qiyin narsa, bor to'g'risini aytsam. Chunki bu qishloqning atrofi juda ham keng, juda katta qishloq. Buni atrofini o'rab chiqish kerak. Nima qilish, qanday imperiya qilinadi? Yo boshqacharoq imperiya qilish usuli bormikan bilmayman. Hozir ko'ramiz albatta. Birinchi o'rinda polizlarni yig'ishtirib olishim kerak. O'zi tez yig'ishtirayotgan bo'lib qopman, qaranglar. Polizlarim vobshe tez yig'ishtirilib ketyapti. Hozir bitta shuni qilib tashlasam hammasi olinadi. Ko'ryapsizlarmi? Bitta shuni qilib tashlasam hammasi olinadi. Bo'ldi, все, уже professional darajadagi poliz yig'ar bo'lib qopman. Poliz yig'ar Jo'qa desanglar hamma taniydigan bo'lib qolgan endi. Xo'p, mayli. JTL nima gap? Sen janob chaqirdi. Bildim, telefon qildi. Tezroq boshla imperiyani. Senlarni aytmadim-da. Imperiya nima kerak edi qishlog'imizga? Endi bilmadim, janob shunaqa buyruq berdi-ku. To'g'ri aytasan, lekin imperiya vobsheda keragi yo'q narsa edi. Qishloq oddiy qishloq holatida chiroyli bo'lib turardi. Farqi yo'q, endi janob mer pul berardi-da shunga yarasha xatga. Yo tekin ishlaymi ekan? Bilmadim, o'zing bilasan, men ketdim, ishlarim bor. Bo'pti. Sen bilan ham gaplashmoqchi edim. Obbo, yaramas qochib ketding. Mayli, obunachilar bilan gaplashaveraman. Nima deydinglar obunachilar? Agar biz buni imperiya qilmasak qishloqni, shunchaki tursa ham turaverdik, to'g'rimi? Yo turmaydimi ekan? Turdirish kerak-da, bu turmaydiganga o'xshayapti. Bilmadim, qandaydir boshqacha ideya o'ylab topish kerak. Qishloqni imperiyaga aylantirish bu juda ham katta noto'g'ri fikr. Juda katta imperiya bo'lib ketadi. Balki aytayman, boshqacha narsa qilinishi mumkin. Janob merning buyrug'iga xullas amal qilishim kerak avvalo. Hozir to'xtanglar-da. Obbo, nechta edi soliqda? Kartoshka nechta edi? Bu nechta edi? Adashib ketdim. Mayli, hozir borini hammasini olib borib beraman janob merga. Hammasini emas, yarmini o'zimga olib qolaman. Mana shularni olib borib beray janob merga. Soliqni olib kel degandi. Obbo, men olib bormabman. Esimdan chiqib, uyimga tashlab qo'yib ketmoqchi edim. Mayli. Assalomu alaykum janob mer, bu kim bo'ldi? Bu haykal. Qara haykal. Imperiya quramiz dedim, o'sha imperiya uchun bu bizning rasmiy belgimiz. Tushunarli. Buni qayerga qo'yamiz? Hozir senga ish buyuraman. Ya'ni bashniyani ustiga o'rnatasan. Bashniyani ustiga bu bo'lmaydi, bu jinnimisiz? Unda quduq ustiga o'rnatamiz. Bu to'g'ri fikr. Quduq ustida chiroyli ko'rinadi rostdan ham.
Hozir men borib unda o'rnatishni boshlayman. To'xta, avval buni chiroyliroq qilish kerak. Birinchi o'rinda borib tosh olib kelib, uni o'stirib chiroyli qil. Keyin borib o'rnatasan buni. Ha, bo'pti. Bu nimadan yasalgan? Bu kumushdan yasalgan, temir bronza kumush aralashmasi. To'g'ri. Mayli, men ketdim unda borib tosh olib kelay. Ha, nimaga tosh olib kelasan? Yangi haykal olib keltiribdi janob mer, ko'rmadingmi? Ha, o'shangami? Ha, shunga. Ha, bo'pti, boraver, bo'pti, sog' bo'l unda. Aha, mayli, sizlar ham jonimga tegib ketdinglar, to'g'risini aytsam. Obunachilar nima ham derdim. Endi buyruqni bajarmasak bizni qishloqda qoldirishmaydi ham, o'zi haydab yuboradi. Keyin yuraman ko'cha, nima qilsam ekan deb ko'chada yuraveraman. To'xtanglar, menga yana bo'ldi, taporam kelayotgancha. Chunki bilasizlar, mana bu quduqning atrofida zabor bor. Yog'ochdan yasalgan, o'shani olib tashlaymiz. O'rniga toshdan qo'yib yuborish kerak. Toshdan qilaydi-yu janob mer. Hozir bitta tako ideya bor, chiroyli qilib qilaman. Keyin chiroyli bo'lib qilingani uchun ham cho'tki turadi. Janob mer ham yomon ko'rmaydi, meniki yaxshi ko'rib qo'yadi. Yo, hamalidek zo'r ish qilibsan deydi. Gap yo'q deydi. Keyin rahmat deyman. Bo'ldi, endi bor xohlagan qishlog'ingga ketaver. Men seni haydamayman. Senga olsang oylik beraman desa, oylikni bilmadim, lekin berishini, chunki oylik beradiganga o'xshamayapti. O'zi oyliklarni juda kechiktirib berishadi bu qishloqda. 100-qishloq bilan 98 da eng tez oyliklar tarqatiladi. 100 da ham sal kechikishi mumkin. O'shaning uchun ko'proq 100-qishloqda yoki 98-qishloqda video olyapman hozirgi kunda, bilyapsizlar. Nima deyapman? Agar videolarni ko'rayotgan bo'lsanglar, gapirayotgan gaplarimga chalkashib ketyapman, ko'ryapsizlarmi? Chunki ko'p gapiryapman-da. Ko'p gap eshakka yuk deyishadi-yu, menga вообще eshak ham dosh bermaydi. Tak bizga bir Isuzu'mi qanaqadir kattaroq texnika kerak ko'p gapirganim uchun. Tuya ham hech narsa bo'lmay qoladi. Tak tepaga chiqishim kerak endi nimadir qilib. Tak tepaga chiqishdi, usulni baribir bu tosh yetmaydiganga o'xshab borib yana tosh olib kelish kerak. Tosh olib kelib turib yarimtalikka bo'lib olsam, yarimtalik toshlarni qo'yib chiqsam juda ham chiroyli turadi. Tak hozir menda 14 ta bo'lsa, xo'sh, yarimtalikka bo'lsak 3 ta beradi. Ya'ni 3 ta toshdan 3 tadan bersa, 3 ta toshdan 6 ta beradi, adashmasam. 6 ta bersa agar, tak hisoblaymiz, o'z matematikani ishlatish kerak. 30 tadan 60 ta beryapti shunda, 60 ta beradi. 60 ta bemalol yetadi, bemalol. Xo'p, uyimdan borib hozir buni yarimtalik toshga aylantirib olaman. Yarimtalik toshga aylantirganimdan so'ng esa borib ishni davom ettiraman. Hammasini shunday bo'lib olamiz. 6 ta 60 aytdim-ku, ko'ryapsizlar, matematikani ishga solish kerak bu yoqda. Boshqa narsaning keragi yo'q. Matematika kerak bo'ladi faqat. Xo'sh, mana bu atrofini mana bunaqa bir qator mana bunaqa blokchalar ham qo'yib chiqish kerak, chunki chiroyli ko'rinadi bunaqa qilsak. Mana bunaqa qilib turib, keyin ustiga yana bir qator blok qo'yib chiqish kerak. Obbo, ko'p blok ketadimi deymanda. Amali ketganicha qo'yib yuboramiz hozir. Ko'p ketib qoladigan bo'lsa qilmasligim ham mumkin, chunki o'zi kam blok olib kelganman-da, kam blok ketmay qolishi mumkin. Obbo, men bir ikkita qo'yib yubordim. Bittasini sindirib olaman desam, ikkalasi ham sinib ketadi. Bittasini qo'yaman keyin qaytarib. Xo'p, ana endi mana bu tomonni ham shuna qilib chiqish kerak. Mana shu yerga yetar ekan adashmasam, keyin tepasiga o'rtadan yana bir qator qo'yib chiqishga to'g'ri kelyapti. Agar obbo o'rtadan bitta qo'yadigan bo'lsam, keyin tashqi tomondan ham bitta qo'yishga to'g'ri kelyapti. Bu juda ham xavfli bo'lib qolyapti. Ya'ni ko'p ketib qolyapti. Mayli, nechivo. Shunday qilamiz. Hozir tepaga bir amalab chiqib olsam, qanday chiqsam bo'ladi tepaga? Tepaga chiqishni yo'lini topishga men berga bitta ikkita mana shunaqa chiroyli qilib yo'l qilib qo'ysam, atang mana bunaqa o'tib qaytishga zo'r bo'ladi. Keyin mana bu yerni bunaqa obbo, yetmadi rostdan ham juda ham yomon degani bu degani. Mayli, hozir bitta bu yoqqa qo'ysak, bitta bu yoqqa, bitta bu o'rta qolib ketdi. Mayli, nechivomni aylanib chiqib, baribir toshib kelar ekanman yana. Juda ham charchab ketdim, to'g'risini aytsam, chunki bunaqa ishlar jonimga tegib ketgan, juda ham qiyin ishlar. Bu ishlarni qilish uchun janob mer menga ko'proq pul berish kerak, lekin bermaydi. Bersa zo'r ish bo'lardi. Lekin bermaydi, aytyapman, berish kerak, lekin yozib beraymi ustidan sudga yozsam, sud bo'lsa qishloqda, sudda keyin men yutib chiqsam, keyin janob mer yig'lasa, nimaga sen meni yozib ber, to'xtanglar, top ketar ekanman. Nimaga sen meni yozib berding? Men senga oylikni o'z vaqtida bergandim deydi. Keyin bo'lsa, yo'q, shu gapingizga nimanidir yebsiz deyman, keyin nima yebman deydi, ovqatni deyman, keyin shu bilan ba'zim bo'lib ketadi, ovqat olib kelinadi. To'y bo'lib ketmasa ham katta gap bo'ladi keyin. Tak bu yoqqa bitta qo'yamiz. Mana bu yerlarni ham to'ldirib olaylik, mayli. Juda ham mana bu yer takoy chiroyli yo'l bo'lsin. Mana cho'tki. Ana endi ikkinchi qavatga chiqib ikkinchi qavatni qilish kerak. Ikkinchi qavatdan oldin mana bu yerda ham qovurish kerak, chunki bu yerdan ham qatnov bo'ladi, to'g'rimi? Mana bu joydan qatnov bo'ladi. Bir qator yana qo'shish kerak mana bu yoqqa. Obbo, mana qaranglar, noto'g'ri qo'yib yuborgandim, buni olib tashlaymiz.
kerak yo'q. Mana ana endi chiroyli bo'ldi. Hop, ikkinchi qavatga ana narsani olib chiqarib qo'yish kerak. 1 2 3 4 5 ta 6 ta bilan chiqdimmi bir amallab. Bu yerga hozir olib kelmayman, olib kelmasdan turman, qo'yib yuboribman. Hozir kirib olib kelaman. Janob merdan so'rash kerak. Janob mer, olib ketsam bo'ladimi endi? Ha, olib ketar bemalol. Aha, bo'pti, hozir olib borib qo'yaman buni. Ustiga o'rta joyga qo'yish kerak, chunki o'rtada tursa chiroyli turadi. Bir qator blok topib tashlaymiz. Endi ustidan qo'yib chiqaman bir chekkasidan. Okey, mana normali o'rtaga, eng o'rtaga janob merni uyiga qaratib qo'yib qo'yaman. Buni o'rtasi yo'q ekan-ku. Mana shu yerda turadi mana. Takoy turdi menimcha. Bo'ldi, endi buni yoniga bitta qo'yib qo'yamiz, takoy, normal hammasi. Endi tushib borib janob merga buni aytaman-da, pul olaman.